Bu qanaqa rahmat bu? Insof bilan aytaylik. Bundan ortiq rahmat bilan adolat bo'lishi mumkinmi? Payg'ambarimiz aytganlar, Imom Ahmaddan keltirilgan hadis, ittaqu da'vatal mazlum va in kana kafira fa innahu laysa dunahu hijab. Agar kofir bo'lsa ham mazlumning duosidan qo'rqinglar. Albatta uning oldida hijob bo'lmaydi. Duosining ijobat bo'lishidan to'sadigan parda yo'q deyapti. Kofir bo'lsa ham zulm qilmanglar deyapti. Kimlarga aytayapti buni? Musulmonlarga aytayapti, birodarlar. Kofirlarga ham payg'ambarimiz rahmatli bo'lgan ekanmi? Kechirimli bo'lgan ekanmi? Adolatli bo'lgan ekanmi? Taniymiz ekanmi payg'ambarimizni siz bilan biz? Siz bilan bizda shubha bo'lmasin, mazlumning duosi albatta ijobat bo'ladi. Kofir bo'lgan mazlumning duosi ijobat bo'lsa, qanday qilib la ilaha illalloh degan mazlum musulmonning duosi ijobat bo'lmasin? Bilmaganlar bilib qo'ysin. Bu bizning dinimiz. Bu bizning xulqimiz. Musulmonlarning axloqi shu. Biz bu narsa bilan faxrlanamiz. Islomga terrorni nisbat qilayotganlar, islomga irhobni, tajovuzni nisbat qilayotganlar bilishib qo'ysin. Dinimiz bu narsadan pok.